Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun 24-mart 2025-yil konteyner mahsulotlarining yangilangan narxlari bo'yicha video tayyorlamoqdamiz. Anchadan beri bu mavzuda video tayyorlaganimiz yo'q edi. Talablarga binoan yangi narxlar bo'yicha mahsulotlarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi navbatda konteynerda tag qismidan chiqarilgan lagalardan boshlasak videomizni. Lagalarimizni eslatib o'tamiz. Uzunligi 2.30, eni 12 sm, balandligi 4 sm bo'ladi. Bir donasi 82 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kunda. 80 mingdan 85 minggacha desak ham bo'laveradi. Ya'ni holat har xil bo'ladi. Bunga o'xshagan cho'tki-cho'tkilarni tanlab olsa 85 ming, bir boshda olsa 82 ming so'm. Bundan nechta kerak bo'lsa, xudo xolasa zo'rlab tayyorlab beramiz. Va buni ozgina kichikroq varianti ham bor, shu 80 ming deganimiz. Mana shu 80 ming so'm. Mana bu yerda qovurg'a lagalarimiz bor. Bular 90 ming so'mdan 95 ming so'mgacha bo'lyapti. Bir boshdan olsa 90 ming so'm. Yaxshi-yaxshisini to'g'rilarni tanlab olsa 95 ming so'mgacha qilib beramiz. Bu ham uzunligi 2.30. Bu ozgina baquvvatroq variant. Bu yerda konteynerdan chiqadigan yollislarimiz joylashgan. Bularda eni 1.95, uzunligi ikki xil bo'ladi. 2.30 va 2.60. Mana ko'rib turgansiz 2.60liklari ham bor, 2.30liklari ham bor. Bular 1 kvadrati 110 ming so'mdan optim holatda bo'lyapti. Aytgan razmerga kesib berish shu 115 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari bu yerda konteyner tomlisi ham bor. 208 ga 235 bo'ladi. Bu ikki chok varianti. Qalinligi 2 mm bo'ladi. Yonlarimizni eslatib o'tamiz, ularki 1.8 mm atrofida 2 mm gacha chiqadi. Bularni kelsa qalinroq. Qalinligiga e'tibor qaratamiz. Bular 110 mingdan 115 minggacha bo'ladi ham kvadrat metri. Mana bu yerda butun yollisimiz bor. Ya'ni bitta konteynerdan seli chiqqan. Razmerga kesib berish kerak bo'lsa, razmerga ham kesib bera olamiz. Agar bizda mana shunday uzun holatdagisi bo'lsa, albatta kesib beramiz. Narxi ozgina o'ynashi mumkin, bizga qilayotgan adxotga bog'liq bu. Mana bu tomlisimiz. Tomlisda ham shu ko'ziblarga kesib berishimiz mumkin. Mana tiniqlarni 115 ming so'mgacha. Mana bu yerda 3 metrga 1 metr chiqargan konteyner tag qismidan chiqargan listlarimiz joylashgan. Bu juda ham ommabop, ya'ni katyol sezonda katyolga ish berdi, juda ham zo'r. Yoki pechkalarga, apalopkalarga yaxshi ish beryapti. Uzunligi 3 metr, eni 1 metr. Bu qovurg'ali varianti. Mana bu esa tozalangan variant. 750 ming so'mdan tekis qilib tozalab qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, 320 gacha chiqadi, eni 1 metr uni. Mana bular shu chiqqan qovurg'asi. Bir donasi 25 ming so'mdan. Bu ham zo'r narsa. Mana bu esa dastavval ko'rsatgan lagalarimizni 50 sent varianti 55 gacha chiqadi. Qalinligi 3,5-4 mm. Bir donasi 15 ming so'mdan baholanyapti. Mana bular 93 sm. Eshikdan chiqadi bu. Bir donasi 25 ming so'mdan. Mana bu 3x1da qovurg'ali variantini ham kimdir ko'prikka yo nimagadir ishlatmoqchi bo'lsa, sotaveramiz. 1 million so'mda mana shu holatda qovurg'asi ko'chirilmagan holat. Bu yerda eshik listlarimiz joylashgan, ikki xil bo'ladi, kalta va uzun. Ya'ni 2 metrga 2.30 bo'ladi, kaltasi 2 metr. Eni 93 sm. Kaltalari 215 ming so'm, uzunlari 240 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bular hammaga juda ham mashhur bo'lib ketgan chana deyiladi. Uzunligi 11.70, eni 16 sm. Boshlang'ich qavati dvoynoy bo'ladi, ikki qavat shu yergacha. Bu yog'i bir qavat bo'lib ketgan. 11.70 bo'ladi uzunligi. Bir donasi 550 ming so'mdan baholanmoqda. Buni ozgina baquvvatroq varianti ham bor. 4 ta alohida ajratib qo'yganmiz. Buni ham shu narxda beraveramiz, aloqaga chiqsang. Bundan yana bor. Chanalarning navislarimizga zo'r ish beryapti. Avvalham aytib o'tganmiz, mana shular chana hammasi. 7-7,5 metrga navis qilmoqchi bo'lsangiz, ozgina taxtadan qimmatroq tushadi, atak binoingiz ancha yil xizmat qiladigan, xudo xolasa zo'r polojna bo'ladi. Va undan tashqari bu yerda konteyner tomlisidan o'g'irlar ham yasab qo'yganmiz, xom holatda, ya'ni yarim tayyor. Og'illar ulab ketgani zo'r ish beryapti. Tomlisdan yasashimizdan maqsad qalin bo'ladi, 2 mm. Uni yollisdan ham yasab berishimiz mumkin. Bir donasi 360 ming so'mdan tayyorlab berishimiz mumkin. Uzunligi 2.30. Mana ko'rsatib o'tgan chanalarimiz ham ko'p holatda bor.
Mana bu yerda 6 ga 6 profilimiz joylashgan. Bu 6 ga 6 lar asosan mana shunday nameslarimizga ish beradi. Garchi ham aytganmiz buni. Bir donasi 750 ming so'mdan 6 ga 6 lar. Bundan ham ko'p holatda tayyorlab berishimiz mumkin. Mana bu esa arqalis 680 ming so'm bir donasi. Tekizlasak 6 kvadratdan ozgina ko'proq chiqadi. Bu ham qalin. 2 mm dan 2 gacha chiqadi. Eng qalin joydan biri. Va mana bu joyda konteynerda pol taxtalar joylashgan. 240 ga 116 bo'ladi. 1 kvadrat 115 mingdan 120 minggacha bo'lyapti. Maydaroq razmerlari 85 mingdan boshlanadi. Mana bunga o'xshagan mayda razmerlarimiz. Har xil razmerdan bor. Razmerlarni eslatib o'taman. 63 santiga 163 santi bo'ladi birinchi razmer. Ikkinchi razmer 116 ga 139 mana bu ko'rib turganimiz. Va eng katta razmerimiz 240 ga 116 bo'ladi. Shu 3 xil razmer bo'ladi. Qolgan razmerlar nostandart. Ya'ni ba'zida chiqadi, ba'zida chiqmaydi. 240 ga 116 si bu eng ko'p uchraydigan razmer. Va undan tashqari bu yerda bir komplet oladigan akalar uchun 24 kvadrat, ya'ni bitta konteyner seriya chiqqan. Buni ham kim qiziqsa bemalol chiqarib olishimiz mumkin. 24 kvadrat olsa biz kelishtirib beramiz. 100 ming so'm atrofida 105 ming, 110 minggacha holatiga qarab qilib berishimiz mumkin. Va bundan tashqari bu yerda eshikbozlar bor. Ikki xil varianti, 255, 225. 30 sant farqi bor. Mana bu standart konteynerdan chiqqan. 5 ga 10 profil. Bir donasi 115 ming so'mga 125 ming so'm. Ikki xil variant. Bu ham ustullarga, kichikroq naveslarga zo'r ish beryapti. Mana bu esa konteyner ruchkalari uzunidan qolmadi, kaltalaridan qoldi. 55 ming so'mga, uzuni 65 ming so'm. Bular o'z zanglamaydi. Va mana bu joyda 2 ugolligimiz bor. Ko'rib turganimizdek, metr 5 ming so'mdan. Mana bu yerda tayyor o'xullarimiz ham bor. 230 lik, bir donasi 300 ming so'mdan. Buni aloqaga chiqib ko'rasizlar. Va kimga shunday firmalar kerak bo'lsa ham buyurtma asosida tayyorlab beramiz. 1 metri 200 ming so'mdan. Mana bu Dubayda bo'lsa 450 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 200 400 bir-biriga qo'shib berib, to'g'rilash xizmatlari bilan 450 ming so'mga to'g'ri kelib qolyapti. Ko'rib turganimizdek, juda ham o'ta ham mustahkam, ya'ni ikkita xorini bir-biriga juplab o'rganmiz bunday holatda. Bu ham buyurtma asosida. Buni oddiy holatda 180 mingdan 200 ming so'mgacha yakkalik holatini tayyorlab berishimiz mumkin. Kattaroq aviomda naves qilamiz degan akalarga mana o'zi strapeli A firmalarni tavsiya qilamiz. Ko'rib turganimizdek, joyingizga qarab 200 mingdan 300 ming so'mgacha to'g'ri kilometri konteyner lagalaridan tayyorlangan. Buni aniq narxi yo'qligi sababi ya'ni uzunlashgan sari yoki yana kattalashgan sari narx-navosi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun interval holatda aytyapman, 200 mingdan 300 ming so'mgacha biz aytgan razmerda tayyorlab beriladi. Ko'rib turganimizdek, ustakalarimiz ishlayapti. Albatta ishlash jarayonlarini ham kanalda kuzatib borsangiz, video tayyorlab berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, videolarga like bosing. Tez-tez video qo'yishimizga sababchi bo'lasiz, xudo xolasa. Kimga shu videoda ko'rsatib o'tilgan mahsulotlar yoki ko'rsatib o'tilmagan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa ham, aloqaga chiqsangiz, pastdagi raqamlarga ma'lumot berib, ishingizni xudo xolasa chiroyli qilib bitirishga harakat qilamiz. Siz bilan men Tursunov Zohidjon bo'ldim. Keyingi videolarda albatta uchun bo'ladi. Like va kommentariyalar yozishni unutmang. Podpishka qilib kanalimiz rivojlanishini albatta hissa qo'shishingizni so'rab qolaman. Rahmat barchaga.